begona yurtda qanday yashashni bilmadim. Orqaga yo'l yo'q, oldinga yurishim kerak edi. Boshxona sovuq, ichimda qorong'u, oila yo'q yonimda, faqat sukut, faqat tunu ish izladim. Juda qiyin edi, ish izladim. Juda qiyin edi. 100 ta yo'q eshitdim, lekin taslim bo'lmadim. Hech kim ko'rmadi yiqilib turganimni, hech kim eshitmadi ichimdagi og'riqni. Ular ko'radi faqat aysberg ustini, ichida esa sovuq dard va asab bor edi. Soat 4da turib ish ishladik har kun, bugun uchun kurashdik, shunchaki yashash uchun. Ular o'ylaydi hammasi oson bo'lgan, lekin ular bilmaydi qanchalik qorong'u bo'lgan. Bu omad emas, bu bizning yo'l, hammasini bosib o'tgan yo'l. Keyin sen kelding, yuragim iliq, ikki bo'lib kuch topdik, hayotga qarshi tik. Yillar o'tdi, kutdik o'sha kunni, bolalar kelgan kun, nur bo'ldi dunyomni. Hujjatlar kutish juda uzun yo'l, bir-birimizni tutdik, yo'qotmadik qo'l. Bugun oila yonimda.